Mutant zombi va mutant skelet durishtiring. Qani ketdik. Shu mutant skelet senga Men bu semiz yorib tashiyman. Qaltiroq ko'p karilama jangda ko'ramiz kimni yorishini. va mana o'zi jang boshlanmasdan turib mojarolar boshlanyapti. Masalan, tez jang boshlaymiz. Va mutant zombi g'alaba qozondi. Mutant zombi jang haqida fikringni ayting xolos. Ko'rdinglar bu jangdan oldin qanaqa karillaganini va mani oxirida yutqazib qo'ydi. Shu Barkova uyda kommentariyasiga kirib shart beringlar, shartni bajaradi. Endi mutant skeletdan savol javob qilamiz. Mutant skelet jang haqida fikringni ayting. O'z bola ko'rdinglar man g'alabaga loyiq odam просто sal omad yetishmay qoldi. Agar shu videoga 100 tadan ko'p layk yig'ilsa, mutant zombi bilan revansh olaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.